Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Yangi modelimiz keldi. Reka brendiga tegishli 17 Pro Max juda ham ajoyib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Kolonkalari bor, alohida va mishka. 16 ga 512. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Ekrani 11 bo'ladi, kamerasi 5 ga 13 bo'ladi, Android 14, 16 ga 512, batareyka 8000 ampere, xullas Wi-Fi Bluetooth ulanadi. Juda ham ajoyib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Ochib sizlarga obzor qilib beraman. Ko'rinishlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham ajoyib ishlangan. Ichidan o'zidan chexoli chiqadi. Bitta baho berib qo'yasizlar. Mana yoqishlari bu yoq tomondan. Mana kameralar tagida. Reka brendiga tegishli. Xo'p, ichidan klaviaturasi chiqadi va mishka va kolonkasi chiqadi ichidan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib ishlangan. Zaryadchi kabel va sim kartasi olib chiqaradigan va naushniki chiqadi, kabelni va kolobka va ruchka. Xo'p, planshetimizni o'ziga yetib keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib ishlangan. Qotmasdan mana plavni ishlab beradi. Narxlarga keladigan bo'lsak, juda ham ajoyib narxlarda chiqarib qo'ydik. Shoshilib qolinglar. Soni juda ham kam kelgan. Chexollariga bitta baho berib qo'yasizlar.